Gormonal keksayish davri ayolda 40 yoshdan boshlanadi. Mana shu davrda ayol terisida qanday o'zgarishlar sodir bo'ladi? Teri osilishi, teri quruqligi, elastiklikni yo'qolishi, juda chuqur ajinlar, yuzda dog'lar, pigmentlar, qizarishlar paydo bo'ladi. Bilarmidingiz? Gormonal keksayish davrida birinchi 5 yilligida terida 30% gacha kollagen kamayishi kuzatiladi. Bugun Novage Plus sizga yanada ko'prog'ini taqdim qiladi. Kuchliroq, tezroq, yumshoqroq va ekstra. Novage Restore to'plamimiz 8 ta texnologiya, faollashtirilgan formulalar, 2 haftalik tezkor natijalar berishi isbotlandi. Birinchisi tozalash. Tozalovchi geli terini yumshoq tozalaydi, teri hujayralarini yangilaydi. Restoredan ko'z atrofi va lab uchun krem. Osilgan qovoqlarni ko'taradi, ko'z atrofidagi chuqur ajinlarni yo'qotadi va lab atrofidagi ajinlarni ham yo'qotadi. Yoshartiruvchi zardob. Terida kollagen ishlab chiqarilishini faollashtiradi, taranglashtiradi, tiniqlashtiradi, elastikligini oshiradi. SPF'li kunduzgi krem. 10 ta keksayish alomati bilan kurashadi. Juda chuqur namlantiradi, oziqlantiradi, terini yaltiratishga yordam beradi. Restoredan tungi krem. Bir kechada tiklanish, bir haftada teri konturlari paydo bo'ladi. 10 ta qarish alomatiga qarshi kurashadi. Restore to'plam qilib ishlatilganda 2 haftada yuzda kuchli natija bo'lishi klinik tasdiqlangan.